Mirobod tumani Parkvud Novostroykasidan 83 kvadratli 3 xonali xonadonni obzorini qilib ko'rsataman. Etajimiz ham 3-qavatda joylashgan do'stlar. Bu bizning mehmonxonamiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli bu yoqqa 6 talik stol stullar o'zlarining posudalari bilan olib kelib qo'yilgan. Mana devorimizga qaragan oynalarimiz bor. Bu yoqda esa juda ham chiroyli lustralarimiz o'rnatilgan do'stlar. Bu yoqda yumshoq mebelimiz bor, kattagina televizorlarimiz va mana kaminlarimiz juda ham chiroyli bo'lib, uyimizga bezak berib turibdi. Bu yoqda jurnalni stullarimiz ham bor. Xo'p do'stlar, oshxonamizga bu yoqdan ham kirsak bo'ladi va bu tarafdan yo'lakdan ham kirsak bo'ladi. Mana oshxona qismimiz, bu yoqda kichkinagina balkonchamiz bor. Xo'p, texnikalarimiz hammasi bo'sh texnikalari ishlatilgan, gaz plitalarimiz, hamma narsamiz bor, hurmatli obunachilar. Bu yoqda moykalarimiz, duxovka, mikrovolnovka, xullas ayollar maza qilib bu yerda foydalansangiz bo'ladi. Eshiklarimizni ham ko'rib turibsizlar, juda ham baland eshik, 2 metrdan oshiq. Patologlarimiz ham baland va bu uyimizda chiller sistemasi o'rnatilgan. Xo'p, bu bizning kiravish eshigimiz bo'ladi. Podyezddan kirganimizda mana bu yoqda kichkinagina oynali zonamiz bor va sanuzelimiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizda sanuzelimiz 2 ta. Parkvud Novostroykasini bilasizlar, eng zo'r Novostroykalardan biri bo'ladi. Mana bu yoqda dekorli mahsulotlarimiz va stroyniy shkoflarimiz ham bor. Domofonlarimiz ham bor. Yo'lak bo'ylab kelganimizda bizni bu yoqda bitta kattalar spalniyasi keladi. Ko'rishingiz mumkin. Kattalar spalniyamiz ham barcha qulayliklarga ega. O'zining juda ham shkoflari bor, mana televizorlarimiz bor va bu yoqda spalniylarimiz va o'zining sanuzel qismi joylashgan, dushovoy qilingan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, orientirimiz Mirobod Nukus ko'chadan kelganingizda Makro supermarketining orqa tarafida mana shu Parkvud degan Novostroykamiz bor. Devorlari juda ham chiroyli. Yoningizda maktab, bog'cha, hamma narsa bor. Bu yoqda yana bitta spalniya qismimiz joylashgan va o'zining yana devor tarafimizga qaragan mana balkon qismimiz bor. Bolalar o'yingohlari, hamma sharoitlarga ega. Bu yoqda mana o'zining shkaf qismi bor, hurmatli obunachilar. Xo'p, 3 xona 83 kvadratli Miroboddan uy qarab yurganlar bo'lsa, bu videomizni yuborib qo'yasizlar. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 265 ming narx aytamiz. Xudo xolasa joyida chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.